Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. Assalomu alaykum azizlarim. Sog' salomatmisizlar? Sizlar bilan g'oyibona ko'rishib turganimdan juda ham xursandman. Azizlarim, bugun sizlar bilan katta-yu kichikka teng yoqadigan, ayniqsa bolajonlarga juda ham yoqadigan yumshoqqina ajoyib bo'g'irsoq tayyorlaymiz. Bu bo'g'irsoqimizni uyimizda bor narsalardan ham tayyorlasak bo'ladi. Masalan, sut, shakar, un, olinavli, dro'ja, o'simlik yog'i, kefir, mana shu mahsulotlar ketadi azizlarim. Demak, ishimizni azizlarim, bismillahirrohmanirrohim deb ishimizni boshladik. Demak, mana ko'rib turganlaringizdek, sutimizni isitib oldik. Sutimizni iliq holatga keltiramiz. Shu orada tabga qarab shakar, men 2 osh qoshiqda shakar soldim, 1 choy qoshiqda tuz soldim. Shu orada isitganimda solib yubordim azizlarim. Demak, isitib olganimdan keyin kefirni, ya'ni 1 piyolacha kefirni ham solib yaxshilab aralashtirdim. Demak, shu orada azizlarim, mana dro'jamizni ham solib yubordim. Dro'jamiz 1 choy qoshiqda. Demak, buni ko'pishtirib qo'yamiz. Demak, ko'pishtirishni hammamiz bilamiz azizlarim. Ozroqgina shakar, iliqqina suvga 1 choy qoshiq dro'jani solib tindirib qo'yamiz. Shunda ko'pishib chiqadi. Ana endi olinavli undan foydalandim. Unlarimni elab qo'yganman azizlarim. Mana ko'rib turganlaringizdek, asta-sekinlik bilan xamir holatiga keltiryapman. Azizlarim, albatta tayyorlab ko'ring. Bolajonlarga juda ham yoqadi. Agar shirinroq qilsanglar, albatta shakarni ko'proq soling. Mana shunday holatda bo'g'irsoqimiz qoriladi. Mana birdaniga un ko'p solib yubormang, xamirimiz qotib qoladi, qattiq holatga kelib qoladi. Xamiri albatta yumshoqqina bo'lishi kerak. Mana ko'rib turganlaringizdek, demak xamirimiz tayyor bo'lyapti. Shu vaqtga o'simlik yog'ini ham solib yuboramiz. Yarim piyolacha o'simlik yog'i. Demak, xamirimizning oxirlashganda albatta o'simlik yog'i bilan yaxshilab yana ham xamirni qorib yuboramiz. Mana xamirimiz tayyor bo'ldi azizlarim. Yumshoqqina xamirimiz tayyor bo'ldi. Demak, uni tindirib qo'yamiz. Demak, 1 soat, yarim soatga yaxshigina issiqqina joyga qo'yib o'rab qo'yamiz. Demak, xamirimiz tindi. Mana azizlarim, mana xamirimizni endi o'zimiz tilga aytganda achidi. Demak, xamirimiz achidi azizlarim. Mana tayyor bo'ldi. Ana endi mana yumshoqqina xamir. Ko'ryapsizlarmi? Ana endi xamirlarimizni yoyib, mana ko'rib turganlaringizdek yoyib, mana shunday to'rtburchak shakllarga keltirib, bo'g'irsoq holatiga keltiramiz. Mana ko'rib turganlaringizdek, mana shunday holatga bo'ladi. Uncha ko'p vaqtlaringiz ham ketmaydi. Ana endi bo'g'irsoqlarimizni yana ham yarim soatga tindirib qo'yamiz. Demak, bo'g'irsoqlarimizni yasaganimizdan keyin ham yarim soatga tindirib qo'yamiz. Albatta, mana shunday salfetkadan foydalaninglar, keraksiz yog'larni shimib oladi. Men albatta salfetkadan foydalanaman. Chunki yog' organizmimizga zarar. Hammamiz bilamiz buni. Azizlarim, mana ko'rib turganlaringizdek, mana shunday yoyib ustiga selofan paket yopib qo'ydim. Yarim soat tinib turadi. Mana ko'rib turganlaringizdek, mana shunday holatda bo'ladi. Ana endi demak, yarim litrdan sal ziyodroq o'simlik yog'ini qizitdimda, mana shunday asta-sekinlik bilan bo'g'irsoqlarimizni pishirib olaman. Mana ko'rib turganlaringizdek, mana shunday holatda yumshoqqina bo'g'irsoqlarimiz tayyor bo'lyapti azizlarim. Albatta tayyorlab ko'ring. Sizlarga tavsiya qilib qolaman azizlarim. Siz Rohila Universal kanaliga obuna bo'ling, like tugmachasini bosing. Ko'rishguncha g'oyibona deb qolaman. Allohim sog'lik tinchligimizni bersin hammamizni.